Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir xonadonimizga perila xizmatlarini qilib berganmiz. O'ta ham go'zal chiqqan. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu perilamiz oynalari oq birli kalyonli, reflyonli plonka tortilgan, dastalari MDF dan qilingan. MDF da dastalarning choklarini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Birga bir chiqilgan. Choklarni ham ko'rishlaringiz mumkin, ugalolarini ham, choklarni ham birga bir qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Uzoynaga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu yerda boshlayotganimizdagi surati bor, shablon olayotganimizda storyga qo'yaman, bitgan holati va shu boshlayotgan holatiimizdagini suratini qo'yib qo'yaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Uzoynaga aloqaga chiqaverasizlar.